Asab buzilishi bu har doim ham stressmi? Stress uzoq davom etgan holatda ruhiy va jismoniy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Va stress haddan ziyod uzoq davom etadigan bo'lsa, depressiya va bunga o'xshash boshqa ruhiy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Xavotirli buzilish qanday simptomlar bilan kechadi? Qachon mutaxassisga murojaat qilishimiz kerak? Oddiy hayotda juda ko'p ko'ramiz. Tushkun kayfiyatni depressiya deb atashadi. Ko'p yosh odamlar bilan, yoshlarimiz bilan muloqot qilganimizda menda depressiya deb yengilgina aytishadi. Aslida bu depressiyami? Qachon bizni emotsional holatimiz mutaxassis yordamiga muhtoj bo'ladi? Mutaxassisga qanchalik erta murojaat qilinsa, shunchalik yaxshi samara bo'ladi va shunchalik yengil choralar qo'llaniladi. Assalomu alaykum. Sizlarni YouTube kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlar bilan stress va uning organizmimizga ta'siri, qachon bu xavotirli buzilish yoki depressiyaga o'tishi va qanday holatlarda mutaxassisga murojaat qilishingiz haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Stress har doim ham yomonmi? Va asab buzilishi bu har doim ham stressmi? Keling stress haqida gaplashaylik. Stress bu organizmning har qanday omilga javob reaksiyasidir. Stressor omillariga javob reaksiyasidir. Hattoki quvonchli holatlar, bolaning dunyoga kelishi, turmushga chiqish yoki uylanish kabi hodisalar ham organizmimizda xuddi stress holatidagi o'zgarishlarga olib kelishga qodir. Lekin bizda ko'proq g'amli holatlar bilan assotsiatsiya qilish ko'proq urfga kirgan. Aslida stress va distress degan ikki xil guruhga ajratamiz. Stress bu organizmimizda kuchimiz bor, g'ayratimiz bor, bu o'zgargan sharoitga moslasha oldik. Distress esa qachonki bizni organizmimizni sharoitlari, uni moslashuvchanligi chegarasidan o'tar darajadagi og'irroq stressor bo'lgan vaqtida kuzatiladi. Distress uzoq davom etgan holatda ruhiy va jismoniy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Aynan jismoniy kasalliklar deganimizda ko'p holatda bu stressni tanamizdagi aks etgan simptomlari tushuniladi. Birinchi bo'lib yurak qon tomir kasalliklari, oshqozon ichak kasalliklari va nafas olish tizimimizni kasalliklari kuzatilishi mumkin. Lekin bu uzoq davom etgan distress holatlaridir. Ruhiy holatlarga kelsak, ko'p holatda birinchi bosqichda stress xavotir bilan va bitta joyda tura olmaslik, betoqatlik bilan namoyon bo'ladi. Agarda bu holatlarda biz stressorni yoki shu omilni yengib o'tolmasak va omil ta'siri davom etsa, unda keyingi bosqich kelib chiqadi va biz bu holatda stressorga chidamliligimiz oshadi. Agarda bu holatda ham omil ta'siri o'tib ketmasa, unda bizda surunkali charchoq bosqichi yuzaga keladi. Bu 3 holatdan keyin stress omili ketib, biz yetarlicha vaqt davomida o'zimizni tiklab dam ololsak, bu holatlar izsiz yo'qoladi. Agar bizda tiklanish jarayoni yoki dam olish jarayoni yetarli bo'lmasa va stress haddan ziyod uzoq davom etadigan bo'lsa, bu xavotirli buzilishlar, depressiya va bunga o'xshash boshqa ruhiy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Xavotirli buzilishlarga keladigan bo'lsak, xavotirni qaysidir darajada har birimiz boshimizdan kechirganmiz. Bu imtihonlarga tayyorgarligimiz yoki qandaydir mas'uliyatli vazifani bajargan vaqtimizda mehmonlarni kutib olishimiz, ko'ngildagidek va kuzatib qo'yishimiz ham xavotirli vaziyatga kiradi. Lekin xavotir qachon norma chegarasidan chiqadi? Qachonki xavotir bizga ishimizni yaxshiroq bajarishimizga yordam bersa, bu xavotir bizni normal xavotir reaksiyamiz hisoblanadi. Masalan, xavotir olgan talaba yaxshiroq o'qiydi. Xavotir olgan talaba kitobni ochadi va boshqa ishlarga shu kuni chalg'imaydi. Qachon bu norma chegarasidan chiqadi? Agar aynan shu xavotir olgan talaba kitobni olib o'qishdan ko'ra, bo'ldi, men bu xavotirim bilan bu imtihondan o'tolmayman deb yopib qo'yib, qo'lidan hech qanday maqsadga yo'naltirilgan harakat kelmay qolsa, bu norma chegarasidan chiqqan xavotir deyiladi. Bu xavotir yuqorida aytib o'tganimizdek
oddiy stressga javob reaksiyamizni birinchi bosqichi bo'lishi mumkin. Lekin bu 2 haftadan ziyod davom etsa va stress omiliga proporsional bo'lmasa, davomiyligi va og'irlik jihatidan stressdan sezilarli darajada ko'p bo'lsa, unda biz buni xavotirli buzilish deyishimiz mumkin. Xavotirli buzilish qanday simptomlar bilan kechadi? Xavotirli buzilish har xil bo'lishi mumkin. Yo bir qandaydir voqeaga qaratilgan xavotir yoki hamma hayotdagi muhim bo'lgan mavzularga qaratilgan xavotir bo'lishi mumkin. Agar hayotimizdagi bitta javhaga bu qaratiladigan bo'lsa, masalan, kimdir liftda yurishdan qo'rqishi, kimdir qaysidir kasallikdan yuqtirib olishidan xavotir olishi mumkin. Va aynan shu vaziyatlarga to'qnash kelgan holatdagina bu odamda xavotir kuchayadi va tanadagi simptomlar bilan kechib, bu hayotini yaqqol chegaralashni boshlaydi. Agarda hayotidagi noma'lum juda ko'p narsalar bilan birga bog'liq keladigan bo'lsa, bu generallashgan xavotirli buzilish deyiladi. Unda bemor hatto oddiy holatimizda bizni qo'rqitmaydigan oddiy stimullarga ham xavotir bilan javob berishni boshlaydi. Qachon mutaxassisga murojaat qilishimiz kerak? Yuqorida aytganimizdek, xavotir hayot sifatini buzsa, xavotir yaqinlari bilan muloqotni buzsa, xavotir ishlash faoliyatimizga sezilarli yomon ta'sirini o'tkazayotgan bo'lsa, uyqumizni buzayotgan bo'lsa va tanadagi yurak tez urishi, terlab ketishimiz, mushaklarimizni qattiqlashishi, tirishib qolishi, og'riqlar va oshqozon ichak simptomlari bilan birga kelayotgan bo'lsa, albatta mutaxassisga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Endi depressiyaga keladigan bo'lsak, oddiy hayotda juda ko'p ko'ramiz. Tushkun kayfiyatni depressiya deb atashadi. Ko'p yosh odamlar bilan, yoshlarimiz bilan muloqot qilganimizda menda depressiya deb yengilgina aytishadi. Aslida bu depressiyami? Yomon kayfiyat har bittamizda albatta kuzatilgan. Qachon bu depressiya chegarasiga o'tadi va qachon mutaxassislarni bunga jalb etishimiz kerak? Qachonki 2 haftadan ziyod vaqt, kunni yarmidan ko'p bo'lgan muddatda kayfiyat tushkun bo'lsa, hayotga qiziqish kamaygan va hayotni qorong'u fonda ko'rayotgan bo'lsa, oddiy har kuni zavq bag'ishlagan mashg'ulotlar befarqlikka olib keladigan bo'lsa, uyquda, ishtahada o'zgarishlar kuzatilayotgan bo'lsa va bu sizning ijtimoiy hayotingizni qo'pol buzayotgan bo'lsa, albatta mutaxassisga murojaat qiling. Shunaqa holatlar bo'ladi. Bemorlar qandaydir bir yo'qotishdan keyin yoki hayotida yuz bergan og'ir judolikdan keyin kelishadi. Va bizni qiziqtiradigan savol, qachon bu paydo bo'ldi? Oddiy g'amga yoki oddiy yo'qotishga, hayotimizdagi bo'lishi mumkin bo'lgan musibatlarga javob reaksiyasida ham kayfiyatimiz tushadi. Buni qanday depressiyadan farqlab olishimiz mumkin? Keling, misol yuzasida azani oladigan bo'lsak. Yaqinini yo'qotgan odam depressiya holatida bo'lsa, u odam hech qanday undan kutilayotgan vazifalarni bajara olmaydi. Agarda bu odamda hozir oddiy fiziologik g'am bo'ladigan bo'lsa, u juda yaqin odamini yo'qotdi. Hayotda ustun bo'lgandek, juda ko'p narsalar o'zgarib ketgandek tuyuladi, lekin o'rnidan turib aza marosimini o'tkaza oladi. Kerak joyda ovqat yoki dasturxon yozib kutib ola oladi qarindoshlarini va ular bilan muloqot chegaralangan bo'lsa ham qila oladi. 3 kun yoki belgilangan muddatdan keyin o'zining ishiga chiqib, ishida davom etadi va charchagan vaqtida uxlay oladi. Mana bu holat oddiy g'am bo'ladi. Qachonki bularni hech birini qila olmasa, odam kim nima desa desin deb uydan chiqa olmay qolsa, jamiyatda talab qilinadigan o'zini rolini bajara olmasa, ishga chiqa olmasa, bilib turibdi, bitta odam ishlab kelishi kerak va qolgan oila a'zolarini parvarishi endi bu odamning zimmasida. Yo'q, bunga qaramasdan o'zini majburlab ishiga chiqa olmaydi va uyda yotib qoladi. Shu holatlarda mutaxassis yordam berishi kerak. Demak, hamma gapirilgan gaplarni jamlagan holatda
qachon bizni emotsional holatimiz mutaxassis yordamiga muhtoj bo'ladi? Qachonki bu holatlar uzoq muddat davom etsa, chaqirgan omilga nisbatan davomiyligi yoki og'irlik darajasi ko'proq bo'lsa va ijtimoiy faoliyatini, uni kasbiy faoliyatini, aqliy faoliyatini buzadigan darajada kuchli bo'lsa va uyqu buzilishlariga olib kelayotgan bo'lsa, iltimos mutaxassislarga murojaat qilishsin. O'rni kelgan vaqtida yana bir eslatma. Mutaxassisga qanchalik erta murojaat qilinsa, shunchalik yaxshi samara bo'ladi va shunchalik yengil choralar qo'llaniladi. Depressiyaning yengil va o'rta og'ir darajalarida ko'p holatda hayot tarzini o'zgartirish, jismoniy mashq 30 minutdan kuniga 1,5 soat, haftasiga 2 marta, yaxshi uxlash va diqqatni bir joyga jamlash mashqlari yaxshi yordam beradi, samarali yordam beradi. Agarda depressiya og'ir darajasiga kelib qolsa, vaqtida murojaat qilinmasa, unda antidepressantlar qo'shilishi kerak bo'ladi. Antidepressantlar haqida gapirganimizda nima uchun psixiatrga o'z vaqtida murojaat etishmaydi yoki psixiatr uchetga olishi yoki hisobga olishi qandaydir chegaralab qo'yishidan qo'rqishadi. Aslida hech qaysi bu yuqorida aytilgan kasalliklar uchetga olinmaydi va dorilarimizni nojo'ya ta'sirlaridan qo'rqishadi. Hozirgi kunga kelib antidepressantlar hatto 5 yoshli boladan boshlab qo'llanilishi ehtimoli bor. Bu ularni nojo'ya ta'sirlari chegaralanganligini va nisbatan xavfsizligini ko'rsatadi. Sizlardan iltimos, hech qachon esingizdan chiqarmang. Psixiatrlarning eng og'ir va eng eski antidepressantlari ham depressiya yoki xavotirli buzilishni shu holatda davolamagan holatingizda bosh miyaga yetkazgan zararini yetkaza olmaydi. O'z vaqtida qo'llanilgan to'g'ri dori va davolash choralari kasallikni izsiz yo'qota olish qobiliyatiga ega. Hozirgi kunda depressiya va xavotirli buzilishlar yaxshi davolanadi, lekin shunga qaramay Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotini ma'lumotlariga ko'ra, faqatgina 20-25% bemorlargina tegishli davo choralarini olishadi. Bizning klinikamizda yuqorida sanab o'tilgan holatlar va boshqa ruhiy kasalliklar va psixologik muammolar bilan mutaxassislar shug'ullanadi va siz uchun kerak bo'lgan dori-darmon yoki boshqa choralarni tanlab berishadi. E'tiboringiz uchun rahmat.